Manisi menimda o'g'irli tugul, pashsha ham uchib o'tolmaydi. Hey, bugun katta o'g'rilik bo'ladi. Anjanda shov-shuv bo'ladi. Shanor. O'g'irlikka tushsam kino quvarding-ku. Ha, nima? Kalling joydami seni? Eshikni ochib to'g'ri kirsang o'lasanmi? Ochiq ekan. Yur oldimga tush. Men ahranan chalib turaman, sen aylanib o'tasan, tushundingmi? Do'stim. Lekin bu ishimiz noto'g'ri. Biz noto'g'ri yo'ldamiz. Vijdonim qiynalyapti. Nima deding? Ibratli video olyapsanmi? Yur. Qo'l tashlaganingda zo'r video chiqardi. Hey, Kimdir chaqirdimi? Ya, shunday eski binoda yangi qorovul? Yo'q, qorovul yangi emas shekilli. Burusli qurboni ayo. Menga qo'yib ber. O'zingmi? Bos. O'zim. Ayol kishiga qo'l ko'tara olmayman-da. O'tma yoqqa, singlim. Ipmin sizga kim bo'ladi? Bir ipingizni yigirib qo'yaymi? Men udonlarini bilmaysizlar. Ay, dada. Chachi o. Xotinni qarg'ishiga qoldingiz opa. nima kerak o'zi sallaga? Bir parcha go'sht. Kotletini aytyapman-da. Jon opa, bizni ham to'g'ri tushuning. Shu burgeringizdan bir dona yegimiz kelib o'g'irlikka tushibmiz xolos. Endi shunga shunchalikmi Anjanga dog'ri ketgan burger ekanda, endi opa nima qilaylik? Bunaqa dastavkalari borligini 24 soat ishlasin, qa'dan bilaylik. Faqat sizdan iltimos, bitta hamburgerga marhamat bormi? Andijon shahrida eng mazali pizza burgerlar bizda. Oho, pizza burger 24 soat aloqadamiz. Shu raqamlarga qo'ng'iroq qiling, ha?